Tabii Teplisa qilamiz yaqinda tovlab. Teplisa qilib mahallada obod. Yo'lda tushib, zaxira tushirishni Teplisa qildiramiz deb tovlab. Harakat qilamiz. No, yaqinda olib ketdi, maktab filiali bo'ldi. Maktabdan keladim. Maktabga edi, ahvol tashana. Sektor rahbari bormi? Assalomu alaykum. Rais. O'zing o'yla, nima o'qiyapsan? To'g'ri, har kuni hisobot berasan, mana shunday joy berasan. Mayli, ishchi joy, investitsiya, balandparvoz gaplar, unday bo'ladi. Shuni yurishtirib qo'ysasan, vakolating yetadi. Ko'p yil shahar prokurori ishlab ketgansan. Nima qilamiz? Mayli mahalla raisini bunga qarashmaydi. Shu mayli hamma narsaga men roziman. Ya'ni degan nima joyda daraxtlarga kirib musullarni qo'yib qo'ysa bo'ladi. Mayli oqlasa bo'ladi. Nima oqlatamiz? Qanday odamlar bilan qanday uchrashyapsiz? Janob polkovnik Husanova. Mana masalan ikkovingdan mana noinsof hokimdan sanalmagan. Ey, vaqt kelsan noinsof. Nima masalani berib olib kelding? Nima bu? Basharangga qarab, sen mana shu basharangsan. Qanday vijdon bilan majlisda o'tirib o'zingni ikkovingdan sizlar qachon odamlarni dardi bilan yashaysan, sen hissayapsan, turganmisan, hamma kunlaringni qaytaraman bularni. O'ylama, ertaga borib biznes bilan shug'ullanaman. Qo'yingman, hech ikkovingni ham qo'yingman. Nima joyga tortib olaman. Nima xiyonat? O'zing mana tushuntirib ber menga prokuror. Men sektor rahbarisan, bizda sektorlar mana hamma gaplar viloyat prokurorining gapirini mana sani ko'rinishing. Oddiy misol. Kerak emas menga bolalarni tarbiya qilishing, adashganlarni qilishing. Mana bu eng katta bunyodkor mahallasi, 12 ming aholisi bor. Say. Necha yil bo'lsan hokim bo'lgan? 10 oy bo'ldi. Xo'p, 10 oyda ichida mana rayon hokim bo'lganmi? Nima 10 oy bo'lsa bu yerga kelib, mayli hech bo'la qilmasa, oqlab qo'ysang bo'larmi? Ichkarisini sal tozalab, musorda qo'ysang bo'lardi. Kecha yana Farg'onada eshitgansan men yurganimni. Ha? Hurmatli prezident, ruxsat bersangiz, haqiqatan ham bu yerda 2200 oila bor, 12800 ta xonadon bor. Hozir mana shuni ikkiga hududga bo'lishganini qilamiz, rejalashtirganmiz. Hurmatli prezident, mana Davlatobod tuman alohida qilib berishning hisobiga menda mahallalar ko'p edi, mana hozir imkoniyat tug'ildi ishlashga. Mana 10 oydan beri ishlab kelyapman. Bu yerda ham ish o'rni yaratish va boshqa masalalarni ham hal qilayotganman. Yo'q, mayli. Bu hammasi yaxshi. Bu gaplarni men ko'p eshitganman. Men agar osmondan tushgan prezident bo'lganimda sani gapingga tushunardim. Mana o'zing ko'raman, musorga qaraman. Bu yerda Qoraqalpog'istonga ham borsang bundaymiz. Qoraqalpog'istonda ham biz mana Mo'ynoqqa borib ko'rdik. Boshqa hududlar bilan bo'lib yerga. Nima bu sani hududing-ku? Sen sektorsan. Qanday qo'llanasiz İçini qara ahvolda rais bor, siz-chi, og'ayni siz meros qolgan ekansizga bu. Ha? Bir yil bo'lgansa oldin mo'min ekansiz. Nima bu nima yashash? Hozir ichkarining tashqari. Ichkari endi chiqqaning shumi? Bir yilda shuni remont qilsa bo'lmaydi. Nima bu? Ichkarida mo'min musulmon odam-ku sizlar. Bir yildan bo'lsa bu yerga daraxtlar ekuvchilarni yig'ib qo'ysa bo'ladi. Qo'rqaman. Xona qilaman. Nima qilsa xona qilib daraxt yig'tirgin oldin. Odamlar kelib ma'naviyat olish kerak, ma'rifat olish kerak. Men mahallaga maqsad qanday sen islohotchi bo'la olasan mahallaga? Voy, maslarga katta rejalar qo'yapman. Mahalla islohotchiymiz. Qanday islohotchi? Nima deysan? Mani ishonchimni oqlab nima qilasan? Xalqni mani ishonchimni oqlash kerak emas. Sen meni vakilimsan. Senga qarab odamlar menga baho beradi. Sen qandayligingga qarab, sen o'tirgan joyingga qarab menga baho beradi. Mehmonlar kelsa nima deydi? Mana O'zbekistonda yuzi shu deydi. Hamma sizlarga ishonib, balandparvoz gaplar gapiryapsiz. Nima ko'rmadingmi Farg'onaga borgandim? Asalgina bu yerda daraxt yeb qo'ysang bo'lardi, oqlasang bo'lardi, oqladimmi? Oqlasam, uxlasam necha yil oqlab bo'lmagan. Qanday haqing bor? Yo oylik bermayapmisan? Ha?